Men Karimov Marat Mahmarajabovich, raqam texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti tanish doktorantura bitiruvchisiman. Ilmiy rahbarim fizika matematika fanlari doktori professor Yaxshiboyev Mahmadiyor Umirovich. Ilmiy tadqiqot ishim mavzusi ko'p qatlamli, bir jinsli bo'lmagan g'ovak muhitlarda yerosti suvlari filtratsiya jarayonini modellashtirishga bag'ishlanadi. Bugungi kunda yerosti suvlarini bashoratlash, yerosti suvlarini monitoring qilish, boshqarish masalalari butun dunyo bo'yicha global darajada miqyosda dolzarb masalalardan hisoblanadi va mening ilmiy tadqiqot ishim ham mana shu yerosti suvlari harakatini bashoratlashda tatbiq qilinadigan bir instrument vositalardan bittasi hisoblanadi. Ishlab chiqqan matematik modellar va u asosida yaratilgan dasturiy vositalar yerosti suvlari harakatini bashoratlash, ma'lum yillar davr mobaynida o'zgarishini bashoratlash, diagnoz, monitoring qilish masalalarida qo'llaniladi. Yerosti suvlarini monitoring qilish bu biz bilamizki, butun dunyoda ko'pgina davlatlar uchun yerosti suvlari muhim tabiiy resurs, tabiiy kapital hisoblanadi. Yerosti suvlarini nazorat qilish, monitoring qilish mana shu muhim resurs nuqtai nazaridan muhim masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ularning yer ostidagi suvning hajmini, umuman miqdorini, umuman harakatini baholab borish, oldindan bashorat qilish muhim masala, dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mening matematik modelim mana shu masalalarni hal qilishda qo'llaniladigan matematik modellardan bittasi hisoblanadi. Mening ilmiy yangiligim bu sohada endi aytib o'tadigan bo'lsam, bu sohada ilgari ancha yillar davomida bu sohada ilmiy ishlar qilib kelinyapti. Endi u ilmiy ishlarda mening ilmiy ishimning yangiligi, farqi shundan iboratki, mening ilmiy ishimda yer osti suvlarini bitta qatlamli emas, balki bir nechta qatlamdan iborat ekanligi hisobga olingan va o'sha qatlamlar o'rtasidagi o'zaro aloqa matematik modellar orqali inobatga olingan va har bitta qatlamning o'zi bir jinsli emas ekanligi hisobga olingan holda matematik modellar va o'sha matematik model asosida sonli usul hisoblash algoritmlari va dasturiy majmualar ishlab chiqilgan. Mazkur ilmiy tadqiqot ishi bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan bundan ancha yillardan beri ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari qilib kelingan va mahalliy olimlarni sanab o'tadigan bo'lsam, dastlab mana shu O'zbekistonda yerosti suvlari filtratsiyasi masalalari bo'yicha Abutali Faradiy Basirovich va uning maktabi asosida ilmiy tadqiqot ishlarini o'rganib chiqqanman va xorijda Xamtush yoki Polibarnov, Kochina kabi xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarini o'rganib chiqqanman, tahlil qilganman va ular asosida o'z ilmiy ishimni olib borganman. Endi qiyinchiliklarga keladigan bo'lsam, bu ilmiy tadqiqot ishini bajarish jarayonida biz bilamizki, bizning ishimiz kompyuterli hisoblashlar bilan bog'liq, modellashtirish hisoblanadi, murakkab hisob-kitoblar, sonli usullar asosida modellashtirish hisoblanadi. O'shaning uchun bu katta kompyuter resursini talab qiladi. Menda muammo yuzaga kelgan shu holat shuki, demak, men kompyuter tez ishlaydi, katta quvvatga ega bo'lgan kompyuter tizimlariga ehtiyoj bor edi. Va mana shu raqam texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlantirish institutida shu kompyuterlardan foydalangan holda ilmiy tadqiqot ishlarimni olib bordim. Buning uchun albatta mana shu institutga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ilmiy tadqiqot ishlari Samarqand viloyati suv omborlarini boshqarish boshqarmasi, Samarqand viloyati Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasining meliorativ ekspeditsiyasi bilan hamkorlikda bajarildi va shuningdek Ninastroy servis mas'uliyat cheklangan jamiyatda ular bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordim birgalikda. Qanday natijalar bo'ldi? Olingan natijalar shundan iboratki, demak, yer osti suvlarida, masalan, suv omborlari masalasini qaraydigan bo'lsak, suv omborlari atrofida yer osti suvlari harakati bo'ladi. Suv omborining atrofga, ya'ni suv omboridan tashqaridagi maydonga ta'sirini modellashtirish kerak bo'ladi, ya'ni o'zaro ta'sirini prognozlash kerak bo'ladi ma'lum muddat davomida. O'sha masalalar bo'yicha yechimlarni taklif qilganman u sohaga va bundan tashqari yer osti suvlarining meliorativ, ya'ni grunt suvlarining meliorativ holatini tahlil qilishda suv xo'jaligi tashkiloti bilan birgalikda shu ishlarni bajarganmiz. Xo'p, tadqiqot bilan bog'liq kelgusidagi rejalar shundan iboratki, mening hozirgi tadqiqotimda
modelni soddalashtirish maqsadida yerosti suvlarining harakatida g'ovakli muhitning bir jinsli emasligi inobatga olingan va o'sha bir jinsli emaslik xususiyatini keyingi ishlarimda endi ma'lum bir davr davomida haroratning o'zgarishiga bog'liq holda va chuqurlik yerosti qatlamlarining chuqurligi ortishi bilan filtratsiya koeffitsiyentiga temperaturaning ta'sirini inobatga holda tadqiqotni kengaytirish maqsad qilib qo'yilgan. Demak, yerosti suvlari filtratsiya jarayonlarini monitoring qilish, bashoratlash masalalari nafaqat asosan qishloq xo'jaligi sohasi uchun foydali model hisoblanadi. Chunki cho'llanish masalan cho'llanish yer ostidan ma'lum bir hududda yer ostidan suv tortib olinishi natijasida cho'llanish sodir bo'lishini oldindan bashoratlash imkoniyatlarini beradi. Ya'ni bu o'sha hududdagi cho'llanishning oldini olishda yordam beradigan ilmiy tadqiqot ishlaridan bittasi. Ustozlar aytgandek, birinchi navbatda o'sha sabr va ko'p mehnat. Menimcha mehnat bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'shanda natijalarga erishamiz.